Yaxshimizlar ko'pchilik hammanglarning shu xayrli bo'lsin. Bugun ko'rmoqchi bo'lganimiz bo'lsa Dingding So'myan. Bu bo'lsa Dingding So'myanning ketarlik materiali. Bu Dingding So'myanning cho'ng kichik hamma odam yoqtirib yeydigan yoki cho'ng kichik oshxonalarda ko'rish intayin mos bo'lgan tamoq. Materialni bu filmdagidek to'g'rab tayyorlangandan keyin ko'rish maslahatga so'tildi. Unda bo'lsa bu film bu Dingding So'myanni ko'rishni qiziqadigan va mumkin ko'rish o'yinchilar bo'lsa bu filmga diqqat qiling. Biz ko'rishni boshlab ketdik. Qo'shmaganlik qo'shilib bir tal yurakni besib o'tgandan keyin atrofimizdagi shundoq formalarni ko'rishni yoki shundoq so'maylik ko'rishni o'rganish orzusi bor bo'lsa, bu filmni atrofingizga yo'llab qo'ying, boshqalarga ham foydali bo'lsin. Kunda shunga o'xshash filmlarni yo'llab turamiz. Qo'shmaganlik qo'shilib buni to'liq ko'rish orqali buning foydalanuvchiga yeri bo'lsa foydalansangiz bo'ladi. Bu filmni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin oilada ko'rib sinab boqsangiz bo'ladi. Ko'rish jarayonida tushunmagan qalamga ayollarimiz bo'z so'z qoldirish qo'ysangiz bo'ladi. Bu filmni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin so'nggi rayoniga qo'bilishlar yoki o'zingiz xohlagan bir gul degandeklarni yo'llab qo'yib to'liq ko'rib atrofingizga yo'llab qo'ysangiz qo'shmaganlik qo'shilib bir tal yurakni to'liq ko'rib to'liq foydalansangiz ko'pchilik